Biza demak bugun kirildan lotinga, lotindan kiril alifbosiga o'tkazishni o'rganib olamiz. Buning uchun biza demak konvert degan mana bu programma bor va bu konvert programmasi aynan shu Word dasturida kirildan lotinga, lotindan kirilga o'girib berish uchun qo'llaniladi. Demak bu uстановкасы juda ham oddiy. Demak mishkan chap tugmasini 2 marta bosib olamiz. Mana bunaqa holat chiqadi. Biza mana bu tugmasini bosib olishimiz kerak bo'ladi va next degan tugmasini bosib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Bosdik. Next degan tugmasini bosdik va yana biza next ni bosib olamiz. Next ni bosdik. Mana hozir uстановка botdi. Uстановка jarayoni ketyapti hozir. Mana uстановка jarayoni bo'ldi, tugadi. Endi biza yopamiz oynamizni. Uстановка jarayoni tugadi. Endi biza demak Wordga kirib olamiz. Wordga kirganimizdan keyin bizda demak eng oxirida bitdan keyin Nadstroyka degan qismi keladi. Nadstroyka. Demak, agarda Word hujjatingiz ochiq turgan bo'lsa, demak saqlab yana qayta ochishingiz kerak bo'ladi. Chunki Nadstroyka ishlab turgan jarayonimizda Wordda ochilmaydi. Buni hamma Wordlarni yopib, undan keyin ochish kerak bo'ladi. Ya'ni hamma hujjatlarni yopib, keyin ochishimiz kerak bo'ladi. Nadstroykaga kiramiz. Mana hozir menda lotin alifbosi turibdi. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Lotindan kirilga o'girishimiz kerak bo'ladi. Mana jarayon bo'ldi. Osongina demak o'sha obyekt mana bu narsamizni lotindan kirilga o'girib berdi. Xo'p, endi biz nima qilishimiz kerak? Bu jarayonni kirildan lotinga o'tkazib oladigan bo'lsak, mana kirildan lotinga osongina o'tyapti. Buning uchun biza kirildan lotinga o'tkazib olishimiz uchun yoki lotindan kirilga o'tkazib olishimiz uchun biz oldin hammasini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Hammasini. Yoki Ctrl tugmasini bosib, Ctrl A tugmasini bosib, undan keyin demak biza kirildan lotinga, lotindan kirilga o'girib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Osongina demak shu jarayon orqali biza o'sha lotinchada yozamizmi, kirilchada yozamizmi, o'shani boshqa yozuvga o'zgartirib olishimiz mumkin bo'lar ekan.